hurmatli do'stlar, nasib bo'lsa o'y bitta hisob desa ham bo'ladi, chunki sesmalar qolyapti permechkasi bilan. Sizlar podдержкani qattiq qilib tursanglar, qattiq bo'lib ketadi bu yoq. Ikkita qizcha bor-da. To'g'risi ko'rsatishga nimam yo'q. Kesa har doim yig'layapti. O'tgan kun bitta masala bo'lib qolgandi. Sal kichkinagina muammocha. Yig'laveradi. Qiynalganda xullas. 5-6 yildan beri uysiz u o'ydan bu o'yga ancha qiynalgan. Nasibsa mana go'zal o'y bitsa hammasi zo'r bo'ladi. Sizlarning yordamlaringiz bilan bir zo'r joy bo'ladi. Baraka topsin, ehson qilgan akalarimiz. Ancha katta yordam qilgan, 100 milliondan ko'p mablag' hozir mana shu yordam bilan amalga oshirilgan. Mani ehson go'y akalarim, ehsonni sevuvchi qattiqlarim. Tinchmisizlar, omonmisizlar? Bitta narsa ko'rsataysizlarga. Qadrdonlar. Bugun nasib bo'lsa 6-kun. Hozir ishlar avjida.